Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz ko'pyoqliliklarning berilishi va ularning proyeksiyalarini qurish usullari. Ko'pyoqliliklar fazoviy shakllardan biri hisoblanadi. Ko'pyoq deb tekisliklar bilan chegaralangan jismga ko'pyoq deyiladi. Ko'pyoqliklarning chegaralovchi tekisliklarning kesishuv chiziqlari qirralari deb, tekislikning qirralari orasidagi yoqlari deb, qirralarning kesishuv nuqtalarining ko'pyoqning uchlari deb ataladi. Ko'pyoqning bir yog'ida yotmagan ikki uchini birlashtiruvchi to'g'ri chiziqlar ko'pyoqning diagonallari deyiladi. Agar ko'pyoq har qaysi yog'i tekislikning faqat bir tarafida joylashgan bo'lsa, bunday ko'pyoq qavariq ko'pyoq deyiladi. Biz faqat qavariq ko'pyoqlar ustida to'xtalamiz. Agar ko'pyoqning hamma qirralari, yoqlari ikki yoki ko'p yoqli burchaklari o'zaro teng bo'lsa, bunday ko'pyoqlar muntazam ko'pyoqlar deyiladi. Muntazam ko'pyoqlar soni 5 ta. Birinchisi tetraeder, 4 ta teng tomonli uchburchakdan yasaladi. 7-birinchi shakl. Demak, uning tomonlari 1, 2, 3 va tagi. Demak, 4 ta muntazam uchburchakdan yasalgan jism tetraeder deb atalar ekan. Oktaeder 8 ta teng tomonli uchburchakdan yasalgan. Ikosaeder 20 ta teng tomonli uchburchakdan yasalgan. Kub 6 ta kvadratdan hosil bo'ladi. Dodokaeder demak 12 ta muntazam beshburchakdan yasalgan bo'ladi. Bu ko'pyoqlarning hammasi atrofida sharlar chizish mumkin. Agar ko'pyoqning yoqlaridan biri ko'pburchak bo'lib, qolgan yoqlari umumiy uchga ega bo'lsa, bunday ko'pyoqlar piramida deb ataladi. Yana bir bor qaytaramiz. Agar ko'pyoqlarning yoqlaridan biri ko'pburchak bo'lib, qolgan yoqlari umumiy uchga ega bo'lsa, bunday ko'pyoqlar piramida deb ataladi. Ko'pburchak piramidaning asosi deb ataladi. Demak, mana bu yerda agar ko'pyoqning ikki yog'i mos tomonlari bir-biriga parallel bo'lgan teng ko'pburchaklardan iborat bo'lib, qolgan yoqlari parallelogramlar bo'lsa, bunday ko'pyoqlar prizma deb ataladi. Prizma yon qirralarining asosida perpendikulyar yoki og'ma bo'lishiga qarab to'g'ri yoki og'ma prizma deb ataladi. Asoslari muntazam ko'pburchakdan iborat bo'lgan to'g'ri prizma muntazam prizma deyiladi. Asoslari parallelogramdan iborat prizma parallelepiped deb ataladi. Bugungi mavzumiz yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.